yomg'ir qatnashni boshladi. Obunasilar. Qur'onim indirmishdir Rahmonim, qachon uni o'qisam yashnar dilim imonim. Unda bordir halovat, har so'zida tarovat, har dam qilsam tilovat, uyg'ongaydir vijdonim. Unda bordir halovat, har so'zida tarovat, har dam qilsam tilovat, uyg'ongaydir vijdonim. Qalbim uchun rahmatu, aqlimga ham quvvatu, ummat uchun ne'matu, dasturimdir har onim. Qalbim uchun rahmatu, aqlimga ham quvvatu, ummat uchun ne'matu, dasturimdir har onim. Buni Jibril keltirmish, Mustafoga so'zlarmish, sen rasulsan haq aytmish, qabul etsin farmonim. Buni Jibril keltirmish, Mustafoga so'zlarmish, sen rasulsan haq aytmish, qabul etsin farmonim. Nabiy qabul ayladi, xalqni haqqa chorladi, muloyimlik ayladi, qo'lda mash'al Qur'onim. Nabiy qabul ayladi, xalqni haqqa chorladi, muloyimlik ayladi, qo'lda mash'al Qur'onim. Bu Robbimning kalomi, kim yod olsa tamomi, hosil bo'lgaydir komi, shudir ahdu paymonim. Bu Robbimning kalomi, kim yod olsa tamomi, hosil bo'lgaydir komi, shudir ahdu paymonim. Qur'onim, Qur'onim indirmishdir Rahmonim, qachon uni o'qisam yashnar dilim imonim. Mana hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa Ravza muborak ayollarimiz olib kirib ketyapmiz inshaalloh. Xudo xolasa. Endi bu ancha-muncha odamga ham nasib qilmaydi obunachilar, to'g'risi. Ataylab kelishib Ravzaga kirmay ketganlar qancha. Shuning uchun xudo xolasa mana Ravza muborakga qarab ayollarimizni olib kirib ketyapmiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Oramizga kirib ketib qoladi, sen Ha. Ana. Nima taassurotlar o'tyapti, o'qiychizlar? Voy hozir men gapiradim, yig'lab boraman. Yig'laydi-da. Uncha-muncha odamga nasib qilmaydi bunaqa. To'g'rimi? Alloh hammani chaqirsin. Hurmatli aziz obunachi, opam ko'ziga yosh kelib ketdi, to'g'risi. Nimaga salaring, Ravzaga kirish uncha-muncha odamga bas, xudo xolasa. Albatta. Nima ta'sir ichingizdan nima o'tyapti, hojiona? Mana Ravzaga kirib ketyapsiz. Buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Allohim endi bizga nasib etdi. Birinchi marta. Buning uchun birinchi marta salkam 70 ga kiryapman. Mashalloh. Ilohim Xudoni aytgani bo'ladi-yu bolam. Kirib ketyapmiz. Gapirish bilan til ojiz. Bu narsa deya olmayman hozir. Kirib olaylik. Undan keyin Chiqqandan keyin yana zabonimiz ishlab ketsa. Xudo xolasa. Chiqqanlardan keyin mana hayajonlanyapsizmi? Rosa. Urug'larimiz hammasi borib kelgan, lekin kirdim deganni eshitganim yo'q edi. Mana. Menga nasib qildi. Mana. Xudoga shukr, ming marta shukr. Hurmatli aziz obunachilar, nechtasi kelgan bo'lsa, lekin birortasi kirdim demagan ekan. Shuning uchun hojonamiz mana Xudo xolasa kirishga tayyorgarlik boshlandi, Xudo xolasa. Endi bu uncha-muncha odamga nasib qilmaydi. Hammalari hozir hayajonda. Juda ko'pchilik insonlarimiz bu narsani orzu qilib kutishgan. Madina shahriga kelib
shu yerga kirib ketmaslikda o'zi bir bularda bir qalbida jichcha unaqa uyg'otib qolardi, lekin inshaalloh mana nasib qildi, xudo xolasa ayollarimizga. Birinchi bo'lib mana ayollar kirishyapti. Hozir ayollar vaqti ertalabda. Xudo xolasa kirgizib olsak, ularda shu bilan inshaalloh namozdan o'qishib, chiqishib ketdi yuringlar. Mana Ravzaga yo'l ochilyapti, xudo xolasa. Boshlandi mana. Xudo xolasa hozir uradi vizalarini. Keyin hozir kuzatib turinglar, kirishlarni ko'rasizlar. O akalar, aka olib kirar ekan, ketdi. Bir qator bo'lib yuringlar biznikilar. Ketyapti, yuravering. Yuringlar, ehtiyot bo'lib, shashilmasdan. Yuringlar. Buringlar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Oraga boshqalar qo'yib olmanglar, yana o'nlarga kirib ketmasin. Yuravringlar. Mana hurmatli aziz obunachilar, Ravza muborakka xudo xolasa ayollarimiz yo'l olishyapti. No. This way. O asli nari tomonni hozir qo'yib yuboradi vizalari bilan. Chunki apparatni aşağıda chiylatadigan. Kelyapsan obunachilar. Qaranglar ayollar. Hojiga ham eshikda oyoqda yotyapti. Yuringlar. Mana shu yerdaman, yuringlar. Kelyapsanmi? Yuringlar. هو في محمد اللي كان معاه. Bu tomonda ham o'chirib bor ekan. Bizda ham o'chirib bo'ldi, xudo xolasa. Ketdi biznikilar. Bir qator bo'lib. Ana. Biznikilar birinchi qo'yishyordi obunachilar. Nima deysizlar endi? Bunaqasi bo'lmagan. Abi. Ketdi. Obunachilar duo qilib qo'yinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohimiz ketishdi mana. Ana. Ko'rsatib qo'ying ba'zi mana kirib ketishlarini mana. Mana ayollarimiz Ravza muborakka xudo xolasa yo'l olishdi. Ketishdi. Xudo xolasa. Endi obunachilar biz ishimiz qolmadi. Ayollarimiz xudosi namozda o'qishib, endi o'zlari chiqishadi, mehmonxonamizni bilishadi, to'g'ri borishaveradi. Yomg'ir tashqarisi boshladi. Obunachilar, bu Alloh taoloning mo'jizasi. Alloh taolo mo'jizasi. Yomg'ir yog'ardi, obunachilar qaranglar. Yomg'irlar yog'ib berdi mana sizlarga, chiroyli bo'ldi. Ana. Alloh taolaning rahmati sizlarga mana. Mana hozir issiq deb kelmayapsiz, yosh kattalar bor-da, nima deysiz shularga? Umrida o'zi bir marta yonasib qiladi-yu qanday? Bo'la qarasan, issiqdan qochib o'ladimi? Yondirib olsa ham kelamiz. Hozir yaxshi ekanman, chidasa bo'ladimi? Bu shifomi? Shifomi. Bizga olib beramiz, bu Xudoning rahmati bu, Gapiring, ke deb qo'yash. Ke o'tganlar, nimaga keldik makka, Ayb bo'lmaydimi? Katta odamlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Xudo xolasa mana hurmat bog'larimiz. Xo'p, Madina bo'ylab ziyoratlarimiz inshaalloh boshlandi. Xudo xolasa mana birinchi bo'lib Qubo masjidiga keldik. Ziyoratchilarimiz bilan birgalikda. Xudo xolasa mana hammalari inshaalloh sog' salomat kelishdi. Mana hojiton shu yerda. Mana yana hoji akalarimiz. Mana hojiton. Ha. Marhamat.
Hammalari sog' salomat, Xudo xolasa. Bizda sal ko'ngil cheklangan hoji ukalarimiz bor. Mana so'nggi hoji akamiz do'stlar Xudo xolasa olib yurishibdi. Chanqab qolishgan bo'lsa suvga olib kelishyapti hozir. Endi inshaalloh hurmatli meni ko'rib turgan obunachilarim eshitilyapman yaxshilab. Sizlar mana shu videoni ko'rib turibsizlar, lekin niyatlaring bor. Qachondir Abdumalik boraman degan. Hoziroq shu qo'ng'iroq qilinglar. Bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Shunaqa mizda, obunachi shunaqa mazza. Konditsionerga kirishgan nima qilay? Mana shunaqasi konditsioner mana. Oshnaqasiga tepalar ham konditsioner, polni. Mizday issiqda yurgani hojat yo'q, hojat. Issiq bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi. Avtobuslar konditsioner, yurishlar konditsioner. Hamma yo'q. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Where are you from? Pakistan. I'm from Uzbekistan. This is my YouTube channel. Okay. YouTube. Mana Xudo xolasa chiroyli qilib arablarni ham, Xudo xolasa Pokistonlik akamiz ekan. Obuna qilamiz. Obunachi salom obuna bo'linglar mana. Shuncha odam obuna bo'lyapti. This is my channel. This is my channel. Same. Thank you. Shukron. Like bosyapsizlar ham, like bosinglar. Shular like bosyapti Pokistonda. Shular like bosinglar. Shunaqa obunachilar. Xurmo bog'ida bir o'tiraman debsiz-da. Xudo xolasa ashlarchilar mazza qilib o'tirib tomosha qilib. Qalay bo'lyapsiz, to'g'risini ayting mana. Albatta, nima yo'q, hech qanaqangi bo'yashi zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyaptimi? Kechadan qilgan ibodatimiz barakotini qarang, qancha joylarda qilib tashladik. Albatta. Malades, rahmat. Sizga ham rahmat hojitor. Hech qanaqangi bir. Menga qarang hojitor, men hozir issiq deb kelmayapsiz, yosh kattalar bor, nima deysiz shularga? Umrida o'zi bir marta yon nasib qiladi yo'q qanday? Bo'la qarasa, issiqdan qochib bo'ladimi? Yondirib olsa ham kelamiz. Hozir yaxshi ekanman, chidasa bo'ladimi? Bu shifomi? Shifomi? Bizga olib beramiz, Xudoning rahmati bu, Gapiring, ke deb qo'yash. Ke, o'tganlar, nimaga keldik makka, Ayb bo'lmaydimi? Katta odamlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xudo xolasa mana xurmo bog'larimiz. Xudo xolasa mana xurmo bog'iga keldik va savdolar boshlanib ketyapti. Hozir savdo boshlandimi? Tortishib oling-da. Yarım kilo. Halol bo'ladi. Ha. Sizga tortyapmi hozir? 4 kilo. Ha, necha kilo oldingiz? 4 kilo. 4 kilo. Ha, maşallah. 4 kilo oldi mana hoshdan. Mana Bag'dodda xohlasa shiradilar. Terib tashlagandek obunasiz, ko'ravermasa kelinglar. Nima qilyapsizlar sizlar? Nimani tomosha qilib turibsizlar? Kelinglar. Chaqiryapsizku, kelishsa mana ko'rib turgan hammamiz obunasiz Xudo xolasa. İnşallah. Al-Bahari yaxshi, alhamdulillah. Dori darmonlar ham bor vatlar. Xullas obunachilar maza qilishyapti, ziyoratchilar bor-ku. Vahshiy maza qilishyapti. Mana sharoit qaranglar. Sharoit zo'rligini qaranglar. Voy maşallah. Kel deb qo'ying ularga. Kel deb qo'ying. Gel. Ajol payg'ambar. Ajol deyapti. 1 kilo 80 riyal, 30 riyal ekram, 50 riyal 1 kilo kiram deydi. 50 riyal deydi. 50 riyal 1 kilo kiram.
عجوة تازة Beraver pulga yarasha. عجوة تازة علي Yo'q, bitta hadya. Ramazonning amaliyotlarini saqlaymiz. Hammalarning kelinglar xudo xolisa. Qurbon bo'lmaslarga to'g'ridan to'g'ri gapirib telefonda eshitgan bo'lsalar kelinglar ziyoratga. Hurmatli bizni ko'rib turganlar, xudo xolasa biz mana Qur'on bosmaxonasiga tashrif buyurdik. Xudo xolasa, ozonalar qanday bo'lyapti ziyoratlar? Yaxshi bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Allohga shukr, yaxshi bo'lyapti. Yoqyaptimi sizlarga ziyoratlar? Bu firma tomonidan tashkillangan narsalar. Ilohim, yaxshi bo'lsin. Rahmat. Sana hammalari shu yerda. Xudo xolasa. Gapiravering, nima bekdan? Ha, bo'ldi. Yeto'la. Albatta. Ha, xudo xolasa mana. Xudo xolasa. Nimaga? Yeyib chiqadi, albatta. Bu esdalik bular hammasi. To'g'rimi bu narsa? To'g'ri. Yomg'ir tashlashni boshladi. Obunasilar, bu Alloh taoloning mo'jizasi. Alloh taolo mo'jizasi. Yomg'ir yog'ardi, obunasilar qaranglar. Yomg'irlar yog'ib berdi mana sizlarga, chiroyli bo'ldi. Ana. Alloh taoloning rahmati sizlarga mana. Alloh taolo rahmat yog'ib mana sizlarga. Rahmati yog'yapti Alloh. Alloh taolo mo'jizasi. Mana yomg'ir yog'di, xudo xolasa. Chiroyli. Xudo xolasa mana inshaalloh yomg'irlar yog'di. Alloh taoloning mo'jizasi. Shunday ketgan joyimizda bo'lgan yomg'ir yog'di. Mana inshaalloh bismillahirrohmanirrohim. Qur'on bosmaxonasiga tashrif buyurdik. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmatulloh. Assalomu alaykum, Mumi. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Ehtiyot bo'la, zina boramatdi. Probka qo'ymanglar, yuringlar. Hatta probka ketadi. Maşallah. Hozir qanaqa taassurot bo'lyapti endi mana? Yaxshi, Xudoga shukr. Yo'q, o'zi yaxshi. Hozirgami dilidan quvonch arimayapti. Kelgandan bag'asi xudo xolasa. Ashetamni burilib o'tolaveram, yuringlar. Ha, hozir aylanlar o'shani yuramiz, xudo xolasa. Mana ko'rdingizmi mana? Bir kunda qancha chiqadi? Mashina ayting. Alloh qudratiga tan berish kerak. Xursandmisiz ko'rganlar? Qana shu kunlarni yetkizdi-ya. Yetkizdi. 2 marta kelgan bo'lsak, bizni olib kelmagan. Ana. Katta hajda ham, umrada ham kelmaganmiz. Ana. Alhamdulillah, shukr yetdik. Rahmat sizlarga. Rahmat, hozir siz ham sog' bo'ling. Sog' bo'lsin, shunaqa qilib o'tiribsizlarmi? Alloh Sizlar ham ota-onalaringiz $8 deyishanimi? $8 deyishadi, $900 deyishadi. Aldanib qolmanglar. Bunaqa joylarga olib kelishmaydi ular. Ular shunday mehmonxonani o'zini qaytarib oladi. Hozirdan hamma joyni ko'ryapti inshaalloh. Hamma joyni ko'rishyapti. Birorta ko'rmagan joyi o'zi qolmayapti.
Xudo xolasa. Endi bo'lsa bittadan Qur'on hadya olishadi hammalari. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. يا عبد الله السلام عليكم يا شهداء أحد أنتم سلفنا ونحن لكم علفنا وإن شاء الله لاحقون. Qur'on o'qiyapti hoji akamiz.